Hammaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda biz NBU ya'ni Milliy bank ilovasidan virtual va Visa kartalar ochishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun NBU ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab olasiz va identifikatsiyadan o'tib olasiz, to'liq ma'lumotlarni kiritib. Va mana bu karta va hamyonlar deb qo'ygan, shuni to'g'risida kichkina dumaloq plus turibdi. Shuni ustiga bosamiz. Karta qo'yish bo'limidan mavjud kartani qo'shish mumkin. Karta buyurtma berish bo'limidan yangi kartaga buyurtma beramiz. Bo'limga kirib olamiz. Mana bu yerda Uzcard virtual kartasi. Bu virtual emas, ya'ni klassik karta. Muddati 5 yil, valyutasi so'm. Ya'ni bu Visa karta emas. Keyingisi Humo, ya'ni mana yuqorida turibdi. Bu Humo virtual karta, mana virtualga ha deb qo'ygan. Valyutasi so'm, muddati 5 yil. Hozir men mana shuni ochishim kerak. Menga shu kerak. Mana bu bepul. Albatta identifikatsiyadan o'tgan bo'lishingiz kerak deyapti. Barcha to'lovlar uchun xizmat qiladi demoqda. Mana bunisi Visa virtual kartasi. Mana Visa virtual ha, valyuta dollarda, xavfsiz onlayn to'lovlar va narxi 10 ming so'm. 10 ming so'm evaziga biz NBU dan Visa virtual kartasini ochishimiz mumkin va barcha nimalarga xizmat qiladi. Shu onlayn magazin yoki saytlarga mana shu Visa virtual kartasi ishlatiladi. Keyingisi Master karta. U ham xuddi shunaqa vazifani bajaradi. Demak, hozir men identifikatsiyadan to'liq o'tganim yo'q. Hop. Endi mana bu yerda identifikatsiya bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana shu tugmani ustiga bosib identifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, raqamimizga kod keladi. Mana shu kodni kiritamiz. Meniki hali tasdiqlanmagan ekan, shuning uchun SMS yordamida tasdiqlab qo'ydim. Albatta identifikatsiyadan o'tmasangiz sizga hech qanaqa karta berilmaydi. Bu yerda yopish tugmasini ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Mana tabriklaymiz, identifikatsiyadan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Hop, kartalarni bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerda o'zini hamyonlari berilgan. Hop, mana hamyon haqidagi ma'lumotni, ya'ni bunga ham shu hamyonlarga ham to'lov qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa kartani buyurtma qilamiz. Ya'ni klassik karta buyurtma qilinadi. Bu virtual karta emas. Mana. Yana mana shu SMS kodini kiritamiz. Mana yuqorida SMS keldi. Sizni virtual kartangiz ochildi demoqda. Humo virtual kartasini ochganim uchun, hozir misol uchun ko'rsatib berdim. Humo virtual kartasini ochganim uchun bizga karta ochildi. Birozdan so'ng mana bu yerda karta va hamyonlar bo'limida qo'shilib qoladi. O'zi paydo bo'lib qoladi. Hozir ikkita hamyonni o'zi turibdi. Demak, bugun sizga ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shundan iborat edi. Albatta video yoqqan bo'lsa like, kanal rivoji uchun va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Foydali videolarni va kontentlarni o'tkazib yubormaysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.